Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videomizda biz Yamalni full qilamiz. Yamalni tepasidan 3 tagidan 3 yuz chiqarish kerak. Tezlik, tezlanish, stamina, chidamlilik, to'p nazorati, pas va udar, shotni 100 chiqarish kerak. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Hozir birinchisi oshiqcha o'yinchilar bor. Bu yerdan mana shu ko'k o'yinchilar bilan mana common o'yinchilarni sotamiz. Qani ketdik. Texnika. Bunga amal fitness. Texnika. Bo'ldi. Kuchayadigan boshqa odam qolmadi. Faqat Yamal qoldi. Qani bo'lmasam birinchisi bismillah. O'ta yomon boshlanish. Boshlanishidan stamina yaxshi. Speed. Voy yaxshi. 3 tushdi bu yoqqa. Stamina. Stare endi 2 bundan beramiz. Voy biling o'ldi. Yaxshi. Tezlik 90. Tezlanish 94. Speed 91. Yana bitta undan berib Vuy. Bir şans 25% Stare'ga tushish hozir. Imенно shunga tushadi. Yana bitta ketdi. Yana Stare. Yana bittadan beramiz. Ana bo'lmasa. Ikkitali berib yubordik. Banaga ne bu? Üstüne vahşi gibi vardı bana. Bo'lmadi. Piyini o'xshamadi bu. Voy. Yettita bunga 194 oladi. 2ta 20ta 10ta 5ta